Форум Отыра мәктәбе Тудахумова Шахризада. Assalamu alaikum, hürmetli mehmanlar. Benim ismim Tudahumova Şahrizada. Ben muşu Hacayip Festivaliga qatnaşayotganimga bek xursandman. Men Rus maktabining o'quvchisi bo'lsam, o'zimning Uyg'ur ekanligimni har qachon esda tutaman. Bugungi bayram Mahmud Qashqarining 1010 yoshligi, Yusuf Azhajibning 1000 yilligi muborak bo'lsin. Mushu bayramga deb beg'ishlab tayyorlagan Mo'min Hamroyevning Ana tilimdan ayrilsam degan nomli she'rini sizlarga havola qilmoqchiman. Mayli mulkim hammilimdan ayrilsam, mayli barar manzilimdan ayrilsam, mayli tunda mash'ilimdan ayrilsam, rozimanki ketishga o'z baxtimdan, mansab, obro'y, hatta tejjül textimdin, o'rtinib kul bo'p ketaman textimdin. Anam bergan ana tilimdan ayrilsam, ana tilsiz bana dünya yalgandek, tilimni yarb berib yulib olgandek, tuyulman o'zimga men hayvondek, adamligim ana tilimdan ayrilsam, unutib qolsam o'z tilimni bir zaman, chayon bo'lib chaqar meni pok vijdon, achizar qolgan ko'rmay kabi parchana, kunim bitar ana tilimdan ayrilsam, tilimdan ket deb kimlardir agarda ko'mib etsa ustimning tillazarga, anam bergan sut aynalar zaharga qazo yetar ana tilimdan ayrilsam. Ana tilim, baxtim, ham bo'litim, mening guldek ichilgan xush so'litim. Tilim borki, yo'qolmaydi millatim, yo'q qilman ana tilimdan ayrilsam. Ana til o'smirlar kanalımızga xush keldingiz.